Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun sizlarga Chevrolet Spark haqida ma'lumot beramiz. Kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Bugun sizlarga shahar ichida yurish uchun juda qulay va tejamkor avtomobillardan biri, Chevrolet Spark haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu kichik hajmli, lekin imkoniyatlari katta bo'lgan avtomobil, ayniqsa tirband shahar ko'chalari uchun ideal tanlov hisoblanadi. Kompakt o'lchami tufayli u tor joylarda ham oson harakatlanadi va parkovka qilishda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Chevrolet kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu model zamonaviy dizayn va qulaylikni o'zida mujassam etgan. Avtomobilning tashqi ko'rinishi zamonaviy, yoshlarbob va jozibali. Salonida esa oddiy, ammo foydalanish uchun juda qulay muhit yaratilgan. Dvigateli kichik hajmli bo'lishiga qaramay, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli quvvat beradi. Eng katta afzalliklardan biri yoqilg'i tejamkorligi. 1 litr benzin bilan ancha masofani bosib o'tish mumkin. Bu esa xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Spark o'z o'rniga ega. Avtomobil ABS tizimi, xavfsizlik yostiqchalari va mustahkam kuzovi bilan haydovchi va yo'lovchilarni ishonchli himoya qiladi. Shuningdek, bu mashina yangi haydovchilar uchun ham juda mos. Uning boshqaruvi yengil, ko'rish burchagi keng va o'rganish uchun qulay. Xulosa qilib aytganda, agar sizga arzon, ishonchli va shahar uchun mos avtomobil kerak bo'lsa, Chevrolet Spark juda to'g'ri tanlov.